Assalomu alaykum, Mebelchi kanalimizning hurmatli obunachilari, akalar, opalar, qadrdonlar, barchalarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Bugun mana shunaqangi san'at asariga aylantirilgan shohona ugoloy hamda shohona divan kreslolarimizni sizlar uchun, bizning Mebelchi kanalimiz obunachilari uchun ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, bular shunchaki mebellar emas, shunchaki san'at asariga aylantirilgan juda ham chiroyli chiqqan turetskiy fasonda ishlab chiqarilgan yumshoq mebellar sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, hozirda biz Andijon viloyati Andijonda yangi ochilgan mebel markazidamiz. Agar mana shu joyga kelib ko'rmoqchi bo'lganlarga S binodan kirganinglarda mana o'ng tomonda 49 bilan 48-do'konga kelsanglar, xudo xolasa mana shu joyda usta Otabek aka o'zi ishlab chiqargan shohona ugoloylarda mana shu joylarda sizlarga xudo xolasa aytilgan narxlarda ko'rsatib o'tiladi. Bu hali hammasi emas. Do'stlar, bu yerda shunaqangi zo'rni yangiliklar qilingan, juda ko'pchilik so'rayotgan turetskiy modellar mana shu joyda bor. U shohona ugoloylardan tashqari do'stlar, mana bu joyda turetskiy divan kreslolar bor. Ustidan zo'r shedevr qilingan, zo'r yangilik qilingan, hali bunaqasi bizning kanalda joylanmagan edi, kanalga qo'yilmagan edi. Otabek aka mana shuni bitta xususiyatini ko'rsatib beraylik. Do'stlar, divan kreslosi 360 gradusga aylanadi. Ko'ryapsizlar, o'tirib bemalol 360 gradusga aylanib o'tirsanglar bo'ladi. Bu hali hammasi emas. Mana bu joyda yana bitta zo'r narsa qilib qo'yishibdi. Endi bu o'zi qo'shimcha qilingan. Agar kimgadir kerak bo'lsa, mana shu holatda o'zingizlarga qo'yib, nimaki qo'yib, o'zingizlarga qulay qilib, xullas foydalansanglar bo'ladi. Keyin yana bu tomonda ko'pchilik so'rayotgan mana bu rangidan ham bor. Xudo xolasa sizlar like bosib, qo'llab-quvvatlab, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bitta podpishka qilib olsanglar, mana shu joydan sizlarga bugun juda ham chiroyli video obzor qilib beramiz. Do'stlar, sizlar tayyor bo'lsanglar, ko'p cho'zmaymizda bugungi video roligimizni boshlaymiz. Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugungi video roligimizni boshladik. Ishlab chiqaruvchi usta Otabek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, sizsiz, charchamasdan. Aka, xudo xolasa mebellarda zo'rlarini olib chiqibsiz. Ranglari ham xalqqa yoqadigan, maza qilib foydalanadigan zo'r rang chiqibdi aka, mana shu ham. Otabek aka, bitta ish qilamiz aka, bugun ham bir xalqni xursand qilamizmi aka, bizning kanalda obunachilarga? Xudo xolasa uka, sizning obunachilaringizga hamisha skidkada qilganmiz. Buni ham hozir mana bozorimizda o'zi 9,5 million narx aytyapmiz. Sizning obunachilaringizga stollari bilan mana shu komplekt holatida 8 milliondan aksiya qilib 8 million beramiz. Mana shu turishi 8 million so'm. Komplektida aka 3 ta tumba bor. 3 ta tumbasi, 5 ta bolishi bor, mana akvarium stoli bor. Stollari ham xudo xolasa xizmat qiladi. Aka, mana shu mebelingizga nechta odam sig'adi shu turishiga bir taxminan? Endi 10 ta, 12 ta odamga mo'ljallashyapti. Taxminan 12 talik stollarga mo'ljallab olishyapti. Oynalari ham nima qilyapti? Qalin oyna aka. Ha, xudo xolasa 6 li ayni qalin xizmat qiladi. Sizni bu ishlaringizga ichki karkas qismlariga aka 100% sasnadan foydalanilgan. Xudo xolasa 100% sasna yog'och. Biz o'zi ishxonamizda terak yog'och. Terak aralashmaydi. Sasnani ham qalin yog'ochlaridan. Cheka karkas qismlari ham displayga yig'iladi. Display samarasiga yig'iladi. Display samarasiga yig'iladi. Mana materiallari ham turetskiy, fabrishniy bo'ladi. Sizdan mana shu modelni 8 millionga oldi. Siz buni qayergacha bepul dastavka qilib bera olasiz va qayerlargacha kelishiladi aka? Buni hozir bizdan olsa, mana o'zimizda Andijon bo'ylab labo xizmatimiz bor. O'zimizda dastavkada labo bor. Andijon bo'ylab dastavkasi tekin. Tekin, bepul. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda o'zimiz arzon qilib gaplashib jo'natib beramiz. O'zbekistonning eng chekka hududlarigacha yetkazib berish imkoni bor, faqat kelishiladi aka. Ha, albatta. Chetdan ko'rayotganlarga Telegram, WhatsAppingiz bor. Ha, shu nomerimizni oxirida chiqaramiz. Hamma yo'q bor. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonga ham imkoni bor. Kargo xizmati bilan chiqarib beryapmiz. Qirg'izistonlarga ustani manzili chiqarib beryapmiz. Andijon viloyati, Andijon tumani Oxyor mahallasida. Gap yo'q. Aka, mana shunimiz skidkada 8 million so'm shu turishi. Sizning obunachilaringizga hozir mana shuni skidka qilib 8 milliondan qilib beramiz. Endi buni rasvetkalari ham bor. Rasvetkalari har xil svetlari bor. Bemalol ko'rib ko'rsatib olasiz. Bu tomonda buni rasvetkalari bor. Yoshlidan beraymi, yoshlidan? Ko'rsanglar bo'ladi. Qancha berasizlar? Bularimiz endi birinchida ko'rsatganimiz rasvetkalar aka. Ha, bular rasvetkasi. Bu delfin sveti. Xohlasa mana yerda zeleniy svetlarimiz bor. Yashil svetlari ham bor. Bular ham aka o'zgacha chiqqan.
Endi bularni o'zingizlar qo'shimcha qilgansizlar, aka? Bularni o'zim qo'shimcha qilib ana qilib qo'ydim. Qulayligi zo'r. Mana qo'llari kirolmaydi. Mana shuni qo'yib olsa, misol uchun hali ishlataveradi. Qo'lni suyab o'tirsak, fokus kirib qolsa, shuni o'zini. Buni yuvib ishlatsa bo'laveradi. Ash tomonlama qulayligi bor hali. Endi baribir aka videomizda chiqib qolyapti. Mana shu narsa nima? Baribir shunga to'xtalib o'tishimiz Bular kerak. mana bunaqa to'shakchasi, mana sidinasiga solinadigan to'shakchasi mana yerda ko'rsatib qo'yilgan. Buni ash to'shakchasini agar holovchilarga qo'shib beraveramiz. Buni 300 ming so'm deyapti, biz ash 250 ming so'mdan qo'shib beryapmiz buni. Agar holovchilarga 8 million so'mning ichiga, lekin bu narsa kirmaydi. yo'q, bunisini kirmaydi, holovchilarga qo'shib beraveramiz. Haligi videoda ham sizni diqqat qilishmasin deb turib oydinlik kiritib ketyapmiz. Lekin 8 milliondan zo'r skidka bo'lyapti. Foydalaninglar, xohlasanglar bu rangidan, bu rangidan, ikaga mana bu qora rangidan ko'rsatib o'tdik. Aka xohlasa boshqa ranglarini ham imkoni bor. Xohlagan svetida qilib berilaveradi. O'zi rasm tashab malondan desa, undan ham qilib beraveramiz. Juda ko'pchiligi aboylarini rangini tashayapti, shundan qilib beryapmiz. Bu rangi ham bor ekan, aka. Bu seri sveti, bu ham o'z holatiga chiroyli. Buni hozir stolini sotib yuborganmiz. Seri sveti ham dahshat chiqdi. Stolsiz turibdi bu. Buni ham materiali 3D material. Вообще zo'r materiallari, turetskiy 100% mo'shi materiallar mana. Mana shular gullari 3D bo'lgan. Olgan odam живой ko'rganda ham bilinadi, xudo xolasa. O'shaganda ham bilinyapti aka, materialni sifati qanaqaligi. Otabek aka, sizdan yana bitta narsani so'rashimiz kerak. Aka, mana shu narsani hozir bu razmer necha dedik? 3,5 ga 2,5 joyga tushadi. Shuni 4,5 ga 2,5 kattaroq razmerlarni ham imkoni bor-a? Qilsa bo'ladi. Mana o'rtada minisidan bitta qo'shib bersak bo'ladi. Bitta 1.15 qo'shiladi. Ashunda 4.70 ga bo'ladi. Oldida ikkita xona tushadi. Akvarium xonamizdan ikkita tushadi. Bundan ikkita bo'ladi. Ha, uzun bo'ladi, 6 ta tumbasi bo'ladi, 6 ta bolishi bo'ladi. Bemalol 16 ta, 18 ta, 20 tacha odam olaveradi. Olaveradi. Juda katta joy oladi, xudo xo'p, bu ham 8 million stoli bilan. Bu ham shunaqa 8 million stoli bilan. Keyingi modelimiz qanaqa aka bu? Bu modelimiz ulardan ko'ra jicha kuchliroq modeli. Mana qo'l bolishi bilan tepa shoxida farq qiladi. Ha, faqat gullarida farqi bor. Gullarida farqi bor. Ichki tomoni bir xil. Bu ham 100% sasna yog'och, karkazlari dispega qilgan turetskiy Xitoy fabrichniy materiallar. Shu shoxlari 3 qavat MDFda 4 o'yilgan, bu atir gullar ichidan o'yib chiqarilgan. Mana shu joylarda farq bo'ladi. Chuqur qilib o'yilgan. Shuning uchun jicha buni puli qimmatroq. Tushunarli, lekin razmerlari, ishlatilgan xom ashyolari hamma yo'g'i bir xil. Hamma yo'g'i bir xil. Xo'p, aka, tushunarli bo'ldi. Endi mana shu model yoqib qolsa, buni necha pulga beramiz? Bu modelni o'zi mas'uliyat 11 million deb biz ma'da o'zimiz 11 million, 10,5 million sotamiz. Sizning obunachilaringiz uchun buni stollari bilan komplekt holatda 9,5 millionga aksiya qilib beramiz. O'sha yangi yildan oldin qo'ygan aksiyamizni yana davom ettirib aksiya qilib beramiz. Ko'pchilik yaxshi talab qilgani uchun yana qaytarib aksiya qilyapmiz. Endi obunachilarga tanlash imkoniyati bor. Xohlasanglar mana shu modelni 9,5 millionga olinglar. Xohlasanglar mana bunisini 8 million so'mga stoli bilan olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi aka, bu yerda divan kresloyimiz ham bor-a? Divan kresloni ham bitta ko'rsatib o'tib ketsak. Ha, bu divan kresloyimiz ham o'ta neobычный zo'r narsa. Mana do'stlar, ko'rsam o'ta go'zal. yirik planda ko'rsatilyapti. Mana shu holatda chiqadi. Xo'p, bunimiz qanaqa endi aka? Bularimiz ham o'tashni aytib o'tganimizdek 3 qavat MDFda 4D o'yilgan, mana nimalari chuqur qilib o'yilgan. Tepa shoxlari, mana yelkalari bilan, mana gullari ichidan o'yib chiqarilgan, mana chuqur qilib o'yilgan. Sifat o'ta chiroyli chiqdi aka. O'ta go'zal. Siz mana ko'rib turibsiz yonidan, живой. Zo'r chiqqan gap. 3 qavat MDFda 4D o'yilgan, juda kuchli narsa, xudo xolasa. Modellari ham neobычный bir narsa. Mana kichkina bolichasini boplabsizlar aka, zo'r chiqibdi mashina. Qandaydir ochibdi. Ha, bu ham hali ishga. Shu turishi necha metr joyda turibdi aka hozir? Mana shu turishi hozir 4 metrga boradi. Shu 370, 380 joyda turibdi. Buni ikki kreslosini uzun qilib qo'ysangiz 4,5 metr, 5 metrga ham tushaveradi. Bular joy tanlamaydi. Ha, gap yo'q. Necha pulga beramiz aka buni? Buni o'zi 13,5 million aytamiz buni. 12,5 sotamiz biz o'zimizni bozorda. Sizga necha pulga berasiz? Obunachilaringiz uchun mana oldida asha stoli bilan, akvarium stoli bilan 11 million so'mga mash turishini beramiz. 11 million so'm. Stoli bilan komplektini. Zo'r narx aka. Obunachilaringizga aksiya qilib beramiz. Buni ham xohlagan rangida chiqarib beraveramiz. Buni ham xohlagan svetda, xohlagan nimasida qilib beraveramiz. Kelib ko'rmoqchi bo'lganlarga mana do'koningizda videoda boshida aytib o'tdim. S bo'limda kirganda chap tomonda 49-48-do'kon dedim.
aka mana shu narxdan qilib berasiz. Ha, xudo xolasa qachon kelib, mana shu internetdan ko'rib, Mebelchi kanaldan keldim desa, yo o'zim bo'laman, yo ukalarim bo'ladi. Bebozor kuni ham kelaveradi. Xohlagan paytda kelsa bo'laveradi. Aka endi haligi turetskiy divan kreslolarimizni ham ko'rsataylik, nima dedingiz? Turetskiy yangiliklarimiz ham bor. Gap Zo'r yo'q, ketdik. narsalar. Xo'p, turetskiy divan kreslolarimizga ham yetib keldik. Aka, bular endi razmerlari, xomashyosi qanaqa bo'ladi aka? Bularda xomashyosi mahsubi mana 100% displeyga yig'iladi. Mana shu karkazlari polni displey samarez, 100% sasna yog'ochlari yig'iladi. Sidinalari ham yumshoq, machalka, tayda rezinoviylari ham bor. Razmerlari kreslosi 1 metr, divani 240 bo'ladi. Bular aka turetskiy fasonlari endi. Ha, bular turetskiy fasonlar. Mana bunaqa komfortlari ham bor. Bular barini xohlasa telefon qo'yadi. Xohlasa, misol uchun kofe, choy hamma qo'ysa bo'laveradi. Kim nima qilmoqchi bo'lsa qilsa bo'laveradi. Qilsa bo'laveradi. Mana onisi o'tirib turib, mana bunday atamangali bu oyoq cho'zib bunday qulayligi bor. Oyoq uzatib o'tirsa bo'ladi. Bittasi aylanadigan, bunisi oyoqni uzatib o'tirsa bo'laveradi. Turetskiy modellar. Xo'p, bunda ikkita bo'lish, bunda общий 6 ta. Bolishlarini ham o'zimiz moslab svetnoy qilib qo'yganmiz. So'ragan holatda bolishlarni ham qilib berilaveradi. Xohlagan nimasini qilib beraveradi. Shuni necha pul qilib beramiz endi aka, stoli bilan? Buni mahsubi o'zi 12 million baho aytyapmiz. O'zimiz bozorda 10 million sotyapmiz. Realni 10 million sotiladi. Realni 10 million, mana o'tgan bozordan 9 million 800 sotganmiz. Sizni obunachilaringiz uchun buni ham skidkaga tashlab beramiz. Bomba qilib. Necha pul berasiz aka? Yangi model sizni obunachilaringiz uchun mana stoli bilan komplegini 8,5 million so'mga skidka qilib beramiz. Gap yo'q aka, zo'r. Lekin mana shu stol ham qimmat stol aka, o'zi aslida. Bu ham stoli ham qimmat stol. Buni ham mana 1 million 300, 1 million 200 sotyapmiz. Sizni obunachilaringiz uchun 1 million hisoblab beraveramiz. Mabodo stolni o'zi kerak deb bo'lsa ham. Stolni o'zi kerak desa ham 1 million hisoblab beraveramiz. Arzon qilib. Mana shu turishi naborimiz 8 million 500 ming so'm. Bunisi ham shu bilan bir xil aka, yo boshqacharoq? Bir xil. Shuni assortimenti, bu maloshnisi, bu seriyasi, assortimentlari ko'p. Bu ikkalasi divanli, kresloli ekan, bunda bitta atamanka qilib qo'yilgan ekan. Atamanka. Aka, bu narxi qanaqa, farqi ham qilmaydimi? Narxlari farq qilmaydi, ikkalasi bir xil. So'raganiga qarab qilib beraveramiz. Ikkita aylanadigan desa ham qilib beraveramiz. Kreslolar aylanadi? Ha, bular ham 100% bunaqasi aylanadi. Bemalol. Xohlasa ikkita aylanadigan, xohlasa ikkita oyoq cho'zib oladigan ham qilib beraveramiz. Ha, mana bu holatda. Ha, bu holat. Xohlasa bittadan qilib beramiz. Ha, gap yo'q. Bu ham 8 million 500. Bu ham 8 million 500 ga oldida stoli bilan komplekt. Mana bu rangimizchi aka, balotoviy rangimiz. Bu ranglarimiz yangi chiqdi. Bugun qildik, olib chiqdik, neobычный, chiroyli chiqdi bu ham. Svetnoy qilib, har xil qilib qilyapmiz. Gap yo'q. Bu ham aylanadi ekan. Bu ham aylanadi. Polniy kreslosi ham aylanadi. Materiallarni ham zo'rini ishlatibsiz aka. Materiallar ham turetskiy, Moshi, Xitoy fabrichniy Moshi materiallar. Bemalol yuvib ishlataveradigan narsa. O'zimizdan sodali suvlarni yuvyapmiz. Sodali suv balishda yuvoradi. Buni necha pul qilib beramiz? Buni ham mana puli, o'sha stoli bilan 8,5 million, assortimenti bu. Assortiment teng bular, ha? Bu yerda mana maloshniy sveti bor. Mana maloshniy sveti ham bor ekan. Xullas, kimga qaysi rangi kerak bo'lsa 8 million 500 ming so'mdan katta skidkada Xudo xolasa. Buni stolida farqi bor ekan aka, ozgina. Ha, jicha boshqacha. Gullarida farqi bor, lekin puli bir xil. Puli bir xil. O'zgarmaydi. Stollar endi laminat emas. Juda chiroyli chiqibdi. 8 million 500 ming so'mdan mana shu yangilik turetskiy modellarni tanlab olaverasizlar. Otabek aka, xudo xolasa telefon qilish bo'lsa chiroyli qilib chiqarib berasiz aka. Xudo xolasa telefon qilsa chiroyli qilib, narxini, razmerlarini chiroyli qilib tashlab beramiz. Misol bu yerdagi yo'q ranglarni ham sizga tashlab bersa, agar imkoni bo'lsa chiqarib bera olasiz. Xudo xolasa, qanaqa xohlasa rangini qilib beraveramiz. Bundan hozir 4 xil assortiment bor. O'zlari xohlagan rangda qilib berilaveradi. Gap yo'q. Otabek aka, obzor uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Do'stlar, ko'rishguncha.